siz endiki muxbirlik ishlaringizni Yusufovani manga tayyorlagan nimalarini internetda ko'rib ancha nima bo'ldik, fan bo'ldik. Iloji bo'lsa biz Teporonda ham bir ertaga ishlayveradi. Teporon ayol hukumatini ham bir tushuntirib ko'z oldi qilib nima qilib bersangiz yaxshi bo'lardi. Bu yerda bir deputatimiz bor, o'zimizni bari bir yerlarda sotib, hali suvli yerlarda ham, boshqa yerlarda ham 4.000-5.000 dollardan aqchalar nima qilib sotib, o'sha nimalari bor, dakatasiz so'rab borib tushib ko'rib bersangiz yaxshi bo'lardi, so'rab keldik. Bu siz o'zingiz deputat ekansiz? Men deputatman. O'sha deputat bo'lib turib, to'rog'imiz bunaqqa arz qildingiz-da? O'sha deputatman. Ha. Deputatlarman mana bu. Uni kim saylagan? Uni mana deputatimiz bor. Mana shu odam Ahmedov Muhiddin degan odam. Yo'q, buni komandasi kuchliroq bo'lib turib saylashib nima qildi, lekin buni nimasi qo'lga ketyapti hozir. Buni programmasi bo'lyapti-da, eski korrupsiyonniy yerda ham, qo'lni bu yerda tenderda ham boshqani ham shuni nimasi yutadi. Komandasi. Shuni pozitsiyasi ketyapti-da. Shuni bir ko'zim olib ko'rsangiz. Yerda ham shu bizda yer sotmaydi, shu sotadi yer 4.000 dollardan chekdi. Teporon aylikmi? Bu naqsi yo'q bu. Shuncha yildan beri turi bor. Aylik hukumat nimasini mashq qildi, bizda ligirovka qiladigan shu-da. To'yso'ylar qanday suv otasizmi? Qanday bunday murda emi? Aylik hukumatning boshliqlari aylik kengashning deputatlariga ko'z qaradi. Hozirda ayrılamaz davayım. Ben birinci yol oldum. Yani sonuç bize kaybolan çok bu masada olacak. Olsa biz geride gitsek olalım. Bizda dakatasiz so'rab bor agar o'z tushsiz bo'lsa Somalidan harakaga ancha nima qilib keldik o'zi. Nimalar bor? 50 sotik yermi? 50 sotik yerda o'sha 5 sotikdan qilib bo'lib bergan. Biri kartoshka ekadi, biri makka ekadi. Keyinchalik akmasa beraman deb turib, aqchasini keltirib nima qilib bo'lgan. Bu yerda go'ja arendani murdagi egasini boshqa yerdan nima qilib surib qo'ygan. Bu yerdagi yer уже pustoy. Hozir 40 gektarmi, qancha gektar demayman. Samozahvatga qo'shib yasashyapti nimalarni, dokumentlarini. Bundan qilsa hozir. Bu kishi aytmaysizda? Taniyman. 24 milyon barasiz hakimga. Ma'qulmi? Ana o'shalar tegishtirsin unda qilmish. Chetal chiqarmayaplar. Men sizni ishingizga nima qilib keldim. Armondirmasiga ishonmayman. O'zingiz borib o'zingizni bir nima qilishingiz bo'lmasam shu Danar akani aytayapman, shu Yusufovani mang'itda qilgan ishlaringizni ko'rib havas qilib keldim. Хорошо. O'zlarda bir kun bor hozirda. Rahmat.